Qadim Buxoroning qadim G'ijduvon shahridamiz. Abduxoliq G'ijduvoniy maqbarasida qabrimizni ko'rsataman. Mana bu ko'rib turganlaring Abduxoliq G'ijduvoniy maqbarasi. Bu 2003-yilda qayta rekonstruksiya qilingan va mana hozirgi holatda yaxshi saqlanib turibdi. Mana bu tepadagi mayoq islom olamidagi sufiylik tariqatidagi belgi sifatida mashhur olamga. Mana bu Ulug'bek madrasasi Abduxoliq G'ijduvoniy sharafiga Samarqand hukmdori Mirzo Ulug'bek tomonidan qurilgan. Mana bu minora ham o'sha davrga oid va mana bu masjid. Yurtimizda yana navbatdagi bir nurli manzillaridan biri, kelib oilaviy ziyorat qilishlaringiz mumkin, tomosha qilishlaringiz mumkin. G'ijduvon shahri, G'ijduvon shashliklari butun O'zbekistonimizda mashhur qolaversa. So'lim go'shalardan biri, nurli manzillardan. Ajoyib lokatsiya, kelishlaringiz mumkin.